Xalq bankining Sharqona Loto lotereyasi navbatdagi yutuq egasini aniqladi. 36 dan 6 o'yinining 203-yutuqlar tiraji maxsus kategoriyasida omadli hamyurtimiz Lacetti avtomobili hamda 20 million so'm sohibiga aylandi. Umri davomida har bir inson bir marotaba bo'lsa ham lotereyada o'z omadini sinab ko'rishga qiziqadi. Xalq banki esa bir necha yillardan buyon lotereyadagi qimmatbaho yutuqlari bilan o'yin ishtirokchilarini xursand qilib kelmoqda. Navbatdagi yutuq, ya'ni Lacetti avtomobili hamda 20 million so'm sohibi Andijon viloyati Shahrixon tumanida istiqomat qiluvchi hamyurtimiz Davronbek Tursunov bo'ldi. U ko'p yillardan buyon bu kabi lotereyalarni o'ynab kelgan va u uchun omadli bo'lgan 203-yutuqlar tirajida 8 ta kombinatsiyani ro'yxatdan o'tkazib, yutuqqa ega bo'ldi. Men Tursunov Davronbek Andijon viloyatini Shahrixon tumanida istiqomat qilaman. Mana shu Sharqona Lotoni o'ynab turardi boshlangandan beri. Shu 203-tirajida men Lacetti avtomashinasi 20 million pul sohibi bo'ldim. O'ynanglar, ishoninglar, yutasizlar. G'olibga yutuq tantanali ravishda topshirildi. Ayni damda barchaning ko'nglida yutuq sohibi bo'lish orzusi uyg'ongan bo'lsa, ajab emas. Buning uchun sizda imkoniyat bor. Ishtirok etishni xohlaganlar kombinatsiyalarni Xalq bankining istalgan filiallari yoki Paynet shoxobchalarida ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin.